Otang bozor, onang bozor. Kechki bozor, barakali bozor deganlaridek mana. Kechki bozorga chiqaveramiz. Klientimiz zakazlar tayyor bo'ldi. Hop, bu reshotkamiz, skirting landshaftli reshotkasi, ko'rishingiz mumkin. Bu qanaqa ishlaydi deganligi qisqacha tushuntirish qilamiz. Muhammad bu joydan suv tushadi, iminamiz. Kichkina joy, ko'rinadigan joy bo'ladi. Ikkita chekkasi bo'lsa, bu yoqdan burchatga keladi. Mana bu yoqdan burchatga keladi. Bu yoqdan bo'lsa asfalt keladi. O'shanda shel mana bu 2 sm joydan suv tushadi. Ya'ni asosiy aru ko'rinmaydi hech qanaqasiga. Skirting holatda qoladi. Hop, keyin yana ovatda hovlilarning chekkalariga 13-10 degan modelimizda, ko'pchilik ko'rgan. Yana 13 sm, chuqurlik 10 sm. Osnovasi plastikli. Rebrolari rosa mustahkam ishlangan. Bular hammasi transhega o'tkazilgandan keyin qattiq qolib vazifasini bajarib ketadi. Ya'ni arig'i betondan bo'lib ketadi. Bu montaj qilingandan keyin. Reshotkasi bo'lsa mana. Hovliga atsinkovkali bo'lyapti. 0.9 mm li. Ko'rishingiz mumkin. Sifati zo'r. Stellet kompaniyasi mahsuloti Rossiyada ishlab chiqarilgan. Kimga shunaqa latoklar, reshotkalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda qilib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ana bunday bo'ladi aka. Bu yerga eski rasvor bilan nima qilgan edi? Rasvor to'kilib ketgan. Ana bu yerlar yorilib ketgan. Ana bu rasvor bo'lgan edi. Nima qilib ketgan ana. Bu yerlar asadga berib nima bo'lgan? O'sha qor yomg'ir kelgan paytda ana bu yerda ko'targan ana burchatkalarni. Shu yerga nima qilmoqchi endi? Nima qilib qo'ydim? Mana bu mana shunday bo'ladi aka. Mana shu latoklarni shu yerga bo'ladi. Keyin ana bular gulzorlar biga ham qo'ymoqchi edim men. O'sha uchun nima qildim, mana bu yerga qo'yaman.